Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Ve ba'd. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna ilma ya rabbal alamin. Bugün kelgan dersimiz bolsa Allama al-Akhdari rahimahullah yazgan Sullamul Munawraq degan manzumaning sharhi, Allama ad-Damanhuri rahimahullah yazgan İdahul Mubham li Ma'anis Sullam degan bu kitobning Mabadi'u at-Tasdiqat, Mabadi'u at-Tasdiqat degan yerga, ya'ni al-Qadaya ve ahkamuha degan yerga keldik. Biz isinglar bo'lishi mumkin. Biz ilm mantiqni cho'ng jihatdan 4 ga bo'lgan edik. Deb biringlarchi. Men sizlarga 5-da deb berganim ilmul mantiq cho'ng jihatdan tasavvur, tasdiq deb 2 ga bo'linadi. Am bu tasavvur, tasdiq, mabadi'ut tasavvurat, maqasidut tasavvurat deb 2 ga bo'linadi. Tasdiq, mabadi'ut tasdiqat, maqasidut tasdiqat deb 2 ga bo'linadi dedik. Uni keyin biz mabadi'ut tasavvurat deganni nima dedik? Kulliyatul khams. Kulliyatul khams dedik. Sonra bazı kulliyatul khams. Ondan keyin maqasidut tasavvuratni nima dedik? Al-qavlush shari', ta'rifat. Bunu dedik, ha? Ondan keyin endi bugun boshlaydigan bo'lsa, mabadi at-tasdiqat. Siz bu yerni tushunsangiz, bu nimalarni tushunasizlar. Tushunmasangiz tushunmaysizlar. Mabadi at-tasdiqat degan qolsa, ya'ni al-qadaya va ahkamuha. Maqasid at-tasdiqat degan-chu al-qiyas vel hujja ve ashkaluha, al-qiyas ve ashkaluha. Xo'sh, endi mushu biz asos maqsadimiz mushu ilm-mantiqda mushuni o'qiymiz. Biz maqsad mushu, xayriyat mushu. Mushu xayriyatlarga yetib borish uchun boshqa narsalarni osti qetib qo'yamiz, istidrod qilib. Endi xo'sh, babun fil qadaya ve ahkamuha. Qadaya ve ahkamuha deydi. Endi qadaya degan nima qarindoshlar? Qadaya degan gap qadiyani ko'pchilikda. Qadiya. Qadiyya degan ilmul mantiqning istilohi. Bu gapning o'zi ilmun nahv, ilmul balog'ada nima deymiz? Xabar. Jumla xabariyya. Ya'ni jumla xabariyya emas, xabar desang bo'ldi, xabar. Qadiyya degan xabar. Ilmul nahvda xabar deb ataladi. ilmun mantiqda qadiyya deb ataladi. Tamam, ma'lum. Undan keyin ba'zi masala. Masalan, salatus subhi fardun. Qadiyya. Hatta mas'ala desam bo'ladi, mas'ala. Qadiyya. Endi bizda ilmul mantiq bilan ilmun nahvda bir narsalar bor. U o'xshash bir narsa, lekin ismi boshqa-boshqa. Masalan, ilmun nahvda mubtada xabar deb bir narsa bor. Mubtada xabar. Fa'il, fi'il fa'il. Mubtada xabar, fi'il fa'il. Buni siz balog'atga chiqqan chog'da nima deb ataymiz? Musnad ilayhi musnadun bihi. Musnad ilayhi musnadun bihi deb ataymiz. Musnad ilayhi deb. Demak, musnad ilayhi degan ya fi'il fa'il, ya nima? Mubtada xabar. Tushundingizmi? Mushu narsaning o'zini ilmul mantiqda nima deb ataymiz? Ilmul mantiqda mushu narsaning o'zini nima? Mahkumun bihi, mahkumun alayhi. Al-hukm. Yeni bir atalg'ida masalan biz mubtada xabarni ilmul mantiqda nima deymiz? Mubtada ilmul mantiqda nima ataladi? Mavdu'. Xabar ilmul mantiqda nima ataladi? Mahmul. Tushundingizmi? Mavdu', mahmul. Biz jumla xabariyya deganni bu yerda qadiyya hamliyya deydi. Shu biz nimishqa masalan mubtada xabar Zaydun qoimun deymiz, biz jumla xabariyya deymiz, shundami? Abdu Zaydun qoimun ilmul mantiqda deydi, qadiyya hamliyya deydi. Xabarni ko'rsatadi. Nimada xuddi ilmun nahvda xabar, jumla xabariyya, jumla ibtidoiyya demay, jumla xabariyya deydi, shundami? Jumla mubtadaiyya demay, jumla xabariyya degandek, ya'ni mavdu' mahmul. Jumla mavdu'iyya demay, jumla nima deydi? Jumla hamliyya deydi. Mahmulni ko'z tutib turib. Tushundingizmi? Oddiy tushunasam oddiy narsa, bir murakkab narsa emas. Endi bugun so'zlaydigan darsimiz o'sha qadiyya haqida so'zlaymiz. Qadiyya va qadiyaning ahkomlari. محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. Endi qadiyya degan nima? Birinchi qilib bizga qadiyani tushuntirib o'tadi. Qadiyya deganni ta'rifini berib o'tadi birinchi baytda.
Qadiyya degan mahtamala sidqa li zatihi. Aşı gapning o'zida, shu jumlaning o'zida rostlik ehtimoli bor. Ma'no tigida iktifa yo'li bilan mahtamala sidqa val kadiba. Tushundingmi? Asl mahtamala sidqa val kadiba degan ma'no tigida bor. Sidqa degandan keyin rostchilik ehtimoli bo'lgan gap deganning nimaga ehtimoli bo'ldi? Tabiiyki, yolg'onga ehtimoli bo'ldi. Rostga ehtimoli bor degan gap, yolg'onga nima degan gap? Ehtimoli bor degan gap. %100 rost degan gapning yolg'on ehtimoli yo'q, lekin rostga ehtimoli bor degan gapning yolg'onga ham ehtimoli bor degan gap. Ammo nima ish qilib musannif bu yerda sizlarga yolg'onni demaydi desa, birinchi iktifa bilan, ya'ni sidiq degan bilan qanoatlandi, kifoyalandi. Ikkinchisi sizlarga adabni o'rgatish, taadduban. Ya'ni adab saqlash, tolibliga adab o'rgatish usulun. Ya'ni Mo'llamning bismillahda yolg'on degan gapni o'rganmay bular, rostni o'rgansin demakchi. Shuningmi? Adabni o'rgansin demakchi. Şunu ben deyman, bizniki ders bidan degan kitoblarimizda Mo'llamning bismillahni deb o'tirgan gap, daraba madi urdi, yadribu mudari urdi deb darabadan boshlaydigan gap. Nima uchun darabadan boshlaymiz? Ben shuni tarjima qildim. Bidanning farsisini arabchaga tarjima qildim men. Tarjima qilib nima deb o'zgartirdim? Shuni darasaga o'zgartirdim. Darabani darasaga. Darasa yadrusunu. Nima qildi bakın? Mo'llamning bismillahni urdini, o'qidinmi? Ya alima ya'lamanu, ya arafa ya'rifu. Amma ashu chuqum daraba yadribu babini o'qiman desa, arafa ya'rifu desin. Ya faala yaf'ilu babini demak bo'lsa. Shu demak shu asli mantiqiy gap shu. Mantiqiy gapda Mo'llamning bismillah o'qishni emas, o'qishni o'rgatish kerak. Bizning dinimiz nima deb boshlangan? Iqro deb boshlangan. Iqro bismi robbikal ladzi xalaq deb boshlangan. Ular o'ylab qoldiki, Jibril alayhisalom payg'ambarning gelini boqqanda, gelini boqib turib o'qi degan. Shunga ha biz buni dastlabki o'qishimiz kerak deb o'ylaganda. Xo'sh, endi deydiki محتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. أقول endi rast yolg'onni o'zining zoti gapning o'zida rost qilma ehtimoli bor, yolg'on ehtimoli bor gap. Ularning orasida kimni ya'ni mantiq ilmul mantiqshunoslarning ko'z qarashida orasida qadiyya va xabar deb ataldi. Qadiyya va xabar deb tilga joriy bo'lib keldi. Odat jara degan gap, ya'ni odat bo'lib keldi degan gap. Odat. Aqulu deymanki, endi kimlar Allama Damanhuri deydi. Lamma faraga Musannif rahimahullah min mabadi tasavvurat. Tasavvuratlarning mabadi tasavvuratin ve maqasidin farq bo'lib baqa bo'lib akhada yatakallamu ala mabadi tasdiqat. Mabadi tasdiqat haqida so'zlashga boshladi. Va hiya mabadi tasdiqat bo'lsa qadaya ve ahkamuhadır. Qadaya ve qadiyanın hükümleridir. Xo'sh, ve vahidul qadaya qadayaniki mufrad şekli, birlik şekli qadiyadır. Ve hiya qadiya degan muradifatul lil xabar. Xabarning muradifisidir. Yani manidaş sözüdür. Hoş. Endi sizga savol. Mabadi tasavvurat degan nima ekan? Mabadi tasavvurat degan nima ekan? Ma huwa mabadi tasavvurat? Mabadi tasavvurat jins nav kulliyatul khams. Kulliyatul khams va قول الشارع. أيوة ما شاء الله تبارك الله. سيزازل. وتعريفها عند قضية تعريف ما هو قضية؟ امتحان سؤال كيف قاسا؟ ما هو القضية دب كاسن ليش لا؟ قضية يطلع يتغني عن ما هو يطلع مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته. مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته. قضية يعني ماذا؟ قضية مركب لفظي. مركب لفظيها مركب لفظي. مركب ايش خبر؟ مركب معنوي مركب لفظي ده. مركب لفظي ايش خبر قرناشlar؟ مركب لفظي بين مركب لفظي لما مزجي. يعني بين مركب لفظي اسنادي. يعني بين مركب لفظي اضافي. مركب لفظي مزجي ديجان مثلا بعلى بكة حضرموت ديجان مثلا. مركب اسنادي ديجان زيد قائم. اسناد دلان مسد اليه بقى. عندي مركب اضافي ديجان عبد الله مثلا. ايش اسم انت تقرا اضافي شنو هو؟ ايش اسم بعلى بك عبد الله ديجان مركب اضافي ولا مركب مسجد ما مركب ناقص. لكن مركب اسنادي جو مركب تام. شنو هو ما بالوانا. مركب
يحتمل الصدق والكذب. Yani قضية degan murakkabun. Bu bir murakkabdır. Murakkab düşen alayına. Yani lekin bu murakkab isnadi ha. Murakkab idafi emas. Murakkab mezci emas. Murakkab isnadi. Qadiye degan murakkab lafzi isnadi yahtamel as-sidqa vel kezibe li zatihi. Yani ras yalganni aş gapning o'zida shu qadiyaning o'zida ras yalganga ehtimoli bor. Ras yalganga ehtimoli bor. Masalan sizga bir misol keltirib beraylik. Ana rabbukumul a'la degan so'z. Ana rabbukumul a'la degan so'z. Bu so'zni o'zini qarasanglar, siz boshqa buni deguchiga qaramaysizlar. Kim dedi, uni qaramaysizlar. Shu so'zni o'zi qarasanglar bu gap ras bo'lishi mumkin, yolg'on bo'lishi mumkin. Shunaqmi? Bu qadiya. Bu qadiya deb ataladi. Endi bu gapni agar Alloh taolo desa, bu gap nima? Ras. Bil qat', qat'an ras. Agar bu gapni Fir'avn desa, Fir'avn desa yolg'on. Qat'an yolg'on. Shunaqmi? Demek bu şu söz Rabbikumul a'la degan so'zning o'zi deguchiga qaramaymiz. Deguchiga qaramaymiz, so'zning o'ziga qarasak rast qilma ehtimoli bor, yolg'on qilma ehtimoli bor. Shunaqmi? Uni deguchi rast Rabb bo'lishi mumkin, Rabb bo'lmasligi mumkin. Bu shu qadiya deb ataladi. Ammo biz uniki nimasiga qarasak-chi, deguchiga qarasak, bu chaqda Alloh taolo degan bo'lsa rastdir, Fir'avn degan bo'lsa yolg'ondir. Bu keskinlashadi o'shada. Mana bu qadiya degan shunday gap endi. Lizatining ma'nosi bu uchun nima? Lizati degan ma'nosi. Yani so'zning o'zida ishga ochmoq, yolg'on bo'lish ehtimoliqim bor, rost bo'lish ehtimoliqim bor. So'z degan ya rost bo'ladi qarindoshlar. Ya yolg'on bo'l amaliyotda so'z yarım bo'ladi, rost bo'ladi, ya yolg'on bo'ladi. Biz buning rost yolg'onligini nereden bilalaymiz? Ba'zida so'zning o'zidan bilalaymiz, ba'zida muxbir qarab bilamiz. Masalan, 1 degan nima? 8 ning 21 desam, 8 ning 21 desem bu gapning o'zida kim desa desin yolg'on. 8 ning 21 desem 4 demay. Bu gapni kim deyishini qat'iyan men yolg'on. Tushundingmi? Ha, endi ana rabbukumul a'la desa-chu, u chaqda Alloh taolo desa ras, Fir'avn desa yolg'on. Tushundingmi? Demak, bizniki maqsadimiz bu yerda nima demoqchi emas, zatiy degan nimasi, o'sha gapning o'zidan. O'sha gapning o'zidan ras yolg'onga ehtimoli bor gap. Bir gap masalan ba'zida rost bo'ladi, ba'zida yolg'on bo'ladi. Lekin shu deguchini qaramaymiz. Lekin shu gapning o'ziga qarasak, shu yerda yoki rost yoki yolg'on ehtimoli bor bo'lsa, mana bu shu qadiya deb ataladi. Fahtimalu sidqi vel kadibi endi meyadiki rost yolg'on ehtimol keltirish degan gap nimani chiqarib o'tadi? Yukhrijul insha. Jumla inshaiyani chiqarib o'tadi. Demak, jumla xabariyaning ichidan nimani chiqarib o'tadi? Jumla inshaiyani chiqarib tashlaydi. Ya'ni jumla inshaiya unda rost yolg'onning nima ehtimoli yo'q. Amaliyotda bo'lg'ay shu masalan Tuturbek, men suv akib bilan desam bu yolg'onmi rostmi? Buni biz rost yolg'on deb so'ramaydi kim? Meniki amaliyotda men uni talab qildim. Talab qilganim uchun u chiqib akib bersa bo'ladi. Yani buni masalan rost yolg'on deb qanday ehtimoli bo'ladi? Nima gap Nuriddin Bey kaptu desam, Nuriddin Bey kaptu desam rost bo'lishi mumkin, yolg'on bo'lishi mumkin. Nur yigit Qur'onni yodlab desam, rost bo'lishi mumkin, yolg'on bo'lishi mumkin. Tushundingmi gapni? Shunday. Lekin men tayyorlab Nur yigit yaxshi o'qing, Qur'onni yodlab bo'ling desam bu gap rost yolg'on demaymiz, buni ehtimol bor demaymiz. Bu rost gap bu. Chunki buning ehtimoli yo'q. Bu rost gap keskin. Men dedim unga. Va qawluhu li zatihi. Endi musallimning li zatihi degan so'zi nima uchun li zatihi deydi desa, li yudkhila fihi. Bu qadiyaning ichiga nimani kirgizmoqchi? Ma yaqta'u bi sidqihi. Ma yuqta yana uning rost bilan kesib etilgan so'zlarni bunga kirgizmoqchi. Masalan, ka xabarillahi va rasulihi. Alloh taolaning xabari va Alloh taolaning rasulining xabari nima? Qadiyaning ichiga daxil bo'ladi. Alloh taolaning xabari va Alloh taolaning rasulining xabari bu keskin ras. Lizatihi degan gapdan, bu zatihi degan gap degan bo'lsa, nima bo'lib qoladi? O'zida degan gap bo'lmagan bo'lsa, hamma gapni rostmi ehtimoli qo'ya, yolg'onmi ehtimoli qo'ya deb joyda gapning o'zida rostligi keskin kesilgan gap buni qattiq kirmagan bo'ladi. Zatihi deb qo'ygandan keyin gapning o'zida qarasak rostkan degan gap uni ichiga kirib ketadi. Masalan, Alloh taolaniki xabari rost, Allohning rasulining xabari rost. Shu masalan Qur'on Karimning har bir hukmlariga qarasak, hatto Qur'on Karimning oyatlariga, Qur'on Karimning kimning diniga qaramay qarasakmi rost chiqadi. Alloh taolaning xabari
Resulullah'ın haberi. Biz digicinin kimligini mesela bunu Allah Teala deptu demeyi. Mana biz kafirdim meni gapirib, ma kitapni o'qib beqingda bilibdi birodar. Ma kitapni o'qib beqingda bilibdi. Keyin u odam adasiz musulmonlik o'chirgan ekan aslan. Qattiq musulmonni yomon ko'rdigan. Bu kitobni o'qib, oxir bu kitobga oshiq bo'lib qolibdi. Oshiq bo'lib qolib, kim bu qaysi kitob deb so'raganda bu Qur'on debdi ekan. Shundan bu odam hayron qilib, bir umr musulmonlikqa o'chmaylik saqlagan odam to'g'ri shunday yaxshi kitob o'qigan deb musulmon bo'lgan ekan. Ya'ni agar beshida ma Alloh taolaning kitobi degan bo'lsa, odam o'qimaydi uni. Musulmonning kitobi degan bo'lsa, odam o'qimaydi. Tushundinglarmi? Ya'ni bu nima sifatlab berdi bizga? Ya'ni bu Qur'on Karim, hadis, o'zi Allohning so'zi, Rasulullohning so'zining o'zi nima? Rostlikni ifoda etadi. Xuddi 8 birga birini qo'shsam 2 degandek. Birga birini qo'shsam 2 degan gap nima? Rost gap shundami? Xuddi shuningdek. Qur'on Karimning gaplari hammasi o'zidan. Hatta biz muxbirga qaramasaq ham rostligini bilalaymiz. Muxbirga qarasak bu %100 rost. Va ma yuqta'u bikadibihi. Uni yolg'onlik bilanmi qat'iy kesiladigan gaplarni buni ichiga kirib ketadi. Demak, masalan, kakawnil wahidi nisfi samaniya. Masalan, 1/8 ning yarmi degan gap yolg'onlikqa keskin, qat'iy. Yolg'onlikqa qat'iy bo'lgan gap bu qadriyani ichiga kiradi. Li'annana ungaydin masalan Alloh taolaning aqimus sola namoz o'qinglar, zakat beringlar hamma masalalarni kiradi, qadriyani ichiga kiradi. Li'annana law nazarna, chunki biz agar ila zatil xabarning o'ziga qaraydigan bo'lsak, la ra'aynahu yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Uniki xabarning rostli va yolg'onni ehtimol keltirganligini ko'ramiz. Bi qat'in nazari anil muxbir, ya'ni val voqi', xabar beruvchi va voqea degan gap amaliyatning, xabar beruvchining va amaliyatga qaramasdan. Xabar beruvchi kimligiga qaramay, amaliyatga qaramay, shu xabarning o'ziga qaraydigan bo'lsak, rost yolg'on ehtimoli bor. Fal qat'u bi ahadil amrayn, undan keyin ikki ishning birini, ya'ni rost yolg'onning birini qat'iylashtirish nim bo'ladi? Min jihatil muxbir, ya muxbir tarafdan bo'ladi, ya muxbir bihi, muxbir bih tarafdan bo'ladi. Demak, bu shuni ikkilisini men kirib ketadi, qardoshlar. Qadiyani ichiga kirib ketadi. Biz bilasizmi rost yolg'on, masalan, ana robbukumul a'la degan so'z. Shu so'zni o'ziga qaraydigan bo'lsak, rostligiga ehtimolliqi va yolg'onga ehtimolliqi bor. Tushundingmi? Endi bu so'zni biz qanday aylaymiz rost yolg'onligini? Buniki muxbir tarafdan aylaymiz, buni muxbir tarafdan. Qanday qilib qat'iylashtiramiz buni rost yolg'onligini? Muxbir qarasak, bir ön degan gap bu nima? Yolg'on. Agar Alloh taolo desichi, rost, tushundingmi? Bunday gap. Endi ba'zi so'zlarga muxbir ketmaydi. Demak cho'g'ini. Ba'zi so'zlarga muxbir ketmaydi. Shu muxbir bihning o'zidan 8 ning yarmi 1 degan gapning o'zidan bu gapning yolg'onligini bilalaymiz. Demak bu ikkilisini mi kiradi, qadiyani ichiga daxil bo'ladi degan gap. Xo'sh. Musannif rahimahulloh bizga qadiyani tushuntirib bo'ldi. Qadiya degan qanday narsa ekanligini. Demak jumla xabariya ekan. Ya'ni ya nima ekan? Mubtada xabar yoki fe'l fa'il. Shunday ekan. Endi ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والأول إما مصور وإما مهمل والصور كليا وجزئيا يرى وأربع أقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلا وكلها موجبة وسالبة فهي إذن إلى الثمان آيبة والأول الموضوع بالحملية والآخر المحمول بالسوية. خوش مثلا بداية ثم القضايا عندك قضايا ديان عندهم ularning ko'z qarashida, ya'ni mantiqiylarning ko'z qarashida qisman ikki qismga bo'linadi. Cho'ng jihatdan qadiya ikki qismga bo'linadi. Shartiyatun hamliya. Shartiya hamliya. Shartiya hamliya, ya'ni bizdagi nahvidagi jumla shartiya, jumla xabariya degan ikkiga bo'linadi. Va thani ikkinchisi, ya'ni hamliya deganimiz, ya'ni qadiya hamliya deganimiz, endi biz demak shartiyani so'zlamaydi hozir nimishqa? Shartiyani bundan keyingi darsda muqim so'zlaydi. Shartiyani mana keyingi darsda muqim so'zlaydi. İkincisi yine hamliye, qadiya hamliye deganimiz. Hem nima ish qilmadi hamliyani so'zlaydigan, chunki shartiya degan ikki dona hamliyani taklif qilgan. Masalan, in ja'ani Zaydun
Feukrimuhu. Öyle baksanız bir yerde iki tane müpteda haber var. İnne yapta şu tamam. Yapta tamam. Ca'ani Zeydun. Ma Zeyd geldi diyen gibi. Ca'ani Zeydun. Ma bir cümle. Mükennden feukrimuhu. Ukrimu Zeyden. Yine bir cümle. Demek ki kadiye şartiye yine min terkip tabi diken. İki tane cümle terkip tabi diken ha. Demek ki davrandık ki biz desepte birinin başlayımız işte. Sandı sanağında bir ikide başlayımız kaydı bu için. İki bir de başlamayımız. Şunun için hamliyeni koyda badi başladı. Nemişka ve thani dese demek ki kısmani güçün demek için. Mesela hamliyetun şartiyetun vel evvel işte o kadar. Eğer söyleyse mesela hamliyetun beşika kan bolsa dediyse hamliyetun şartiyetun vel evvel işte o kadar. Vel evvel kısmani güçüyemdi, düşmeydi. Şuna kapi için şartiyetun hamliyetun ve thani kısmani ve thani kafiye deyimiz. Hoş. Emde iki bunu gemu kulliyetun. Emde ma mesela ikincisi yani kadiye hamliye iki bunudur. Kulliye şahsiyede. Kadiye hamliye kulliye. Kadiye hamliye şahsiyede iki bunudur. Vel evvelu birincisi emde yani kadiye hamliye kulliye. Biz şartiyelerimi taşıttık emde şahsiyelerimi taşıttığımız. Emde kulliye dilimiz. Vel evvel birincisi yani kulliye dilimiz imma musavvarun ve imma muhmalu. Ya musavvar buludu ya muhmal buludu. Yani musavvar yani sur, onu sur var. Sur da binası bizde. Sur ya bir sefer diyelim. Lakin ilmi mantıkta kul, bazı diyen sözler. Kullun, ba'dun diyen sözler sur. Sur da batılıdı. Eğer kullun umumi sözlerde, kulli sözlerde kullu insanın da gelse, manası surba deyimiz. El insanı hayvanın atıp desem bidun sur, muhmele de batılıdı, muhmele. Kullu insanın hayvanın atıp desem çoğu musavvara da batılıdı. Şunu ama lehu sur diyen. Kulliyun lehu sur diyen gibi. İmma musavvarun ve imma muhmalu. Hoş emde bu kulliye ya musavvar buludu. Yani onun sur var, lehu sur. Ya ki muhmel, sursuz buludu. Hod kullu insanın hayvanın atıp digendek ya ki insanın el insanı hayvanın atıp digendek buludu. Hoş emde biz muhmel mutkaştırdı. Biz sur var geldik emde. Ve suru emde sur, bu sur ya kulli buludu ya cüz'i buludu. Bu sur ya kullu insanın depkilidu ya ba'du insanın depkilidu. Şunu ama ya kullu insanın depkilidu ya ba'du insanın. Ya ki kul diyen gep şey demez. Şu kullu dalat kadar hem bir sözde. Kullun cemi'u ammetul insan. Mesela ba'dul insan vahidun minel insan. Digendek kısmelerini gösterdiğin umumiyetini gösterdiğin sözlerin hamisi sur olup gidiyordu. Ve suru kulliyen ve cüz'iyen yura. Sur kulli cüz'i de bir şey bulunudu. Yani kulli insan ve cüz'i diyen ba'du insan digendek. Ve erba'un aksamuhu haythu cara. Hem de bunun iki kısımlarından da 4 kısım buludu. Cari olan adet boyunca 4 kısım buludu. İmma bi kullin ev bi ba'din. Ya kul bilen kilodu. Sur kulli diyenimiz ya kul bilen kilodu. Sur kulli. Kul bilen. Ev bi ba'din ya ki cüz'i diyenimiz sur cüz'i diyenimiz ba'd bilen kilodu. Bu mucibe salibe olan bir şey bulunudu. Mucibe kadiye mucibe salibedir. Mucibe diyen gibi bizdeki nahvede okuyan menfi. Salibe diyenimiz musbet. Yani buluşluk cümle, buluşsuz cümle. Ca'ani Zeydun desem nima? Ca'ani Zeydun nima? Bu musbet. Lem yeci Zeydun lem yeci desem çoğu menfi. Şunu ama hudu şunun dek. Bir adam de muceb salibe de ayrıldı. İlmi mantıkta mucebe salibe de ayrıldı. Eğer mucebe kulliye olsa ne buludu? Kulli insan. Eğer mucebe cüz'iye olsa ba'du insan deyimiz. Eğer mucebe eğer salibe kulliye olsa bila şeyin la şey'e minel insani la şey'e minel insani bi hacer deyimiz. Yani demiş bila şey'e de kullanmaya mesela la şey'e bila şey'e mesela la şey'e şunu ve leyse ba'du ev şibhin celal yani ve leyse ba'dul insani hayvan digendek mesela inde leyse ba'du depkilodu ev şibhun yak şunu okşaşlar mesela eş ba'du gayb vahidun mesela digendek şu ya cüz'ilik ifade edilen ya kullu ifade edilen ammetul insan cemi'ul insan digendek ba'du şundak buludu ve kulluha mucebetun ve salibe yukarı söylenen gelen hamisi mucebe buludu ve salibe buludu fehye izen o undakta
qadiyya qanchaga bo'lingan? Ila 8 ayba degan 8 qismga bo'linadi. 8 qismga bo'linadi. Val awwalul mawdu'u bil hamliyya val akhirul mahmulu bis saviyya. Endi xo'sh, birinchisi qadiyaning birinchi oldiga Zaydun qoimun desak, Zaydun mavdu' deb ataladi. Hamliyaning birinchisi mavdu' deb ataladi. Val akhir ikkinchisi oxirgisi mahmul. Barabarlik bilan mahmul deb ataladi. Ya'ni qoimun degan mahmul deb ataladi deydi. Xo'sh, al-aqul musannif deydiki, deymanki al-qadiya qisman. Qadiya ikki qismga bo'linadi. Bir qadiya shartiyya, yana bir qadiya hamliya. Val ula birinchisi qadiya shartiyya ya'til kalamu alayha fil matn. Matnda keyingi darsimizda shartiyani so'zlaydi. Ammo biz birinchisi so'zlaymiz, hamliyani. Uning sababini ikkinchisi so'zlaymiz. Uning sababini biz deb nima uchun bunday bo'lib qoldik? Va thaniyat ikkinchisi va hiya al-hamliya, u bo'lsa hamliyadir. Ya'ni mashtamalat ala mawdu'in va mahmul. Mavdu' va mahmulni o'ziga olgan qadiyadir bu. Ya'ni ka Zaydun katib. Zaydun katib o'xshash. Zaydun katib bo'lsa Zaydun mavdu', katibun mahmul. Imma an yakuna mawdu'uha kull amda. Bu shu mavdu', bu shu qadiyaning mavdu'i kulli bo'lishi mumkin. Al-insanu hayvon degandek. Buni qadiya kulliya deymiz. Al-insanu hayvon degandek. Siz kulliyat 5 o'qigan inson degan kulliya emas. Nima kulliyat 5 o'qigan. Aw juz'iy yoki juz'iy bo'lishi mumkin. Zaydun katibun diyor. Zaydun degan so'z mavdu' nima ya da juz'iy, shaxs yani bir shaxs. Fa-thaniyatu tusamma shaxsiyya. Undan keyin ikkinchi Zaydun katibun degan masala qadiyya shaxsiyya deb ataladi. Qadiyya shaxsiyya. Zayd xat yoza oladi desam bu shaxsiy masala bo'ldi, shaxsiy masala. Tushundingmi? Val ula birinchisi al-inson hayvon deganek birinchisi in kanat muhmalatan min as-sur. Agar bu surdan muhmala degan gap sal qaralgan sur ta'kidlangan matruk degan muhmala degan matruk. Ya'ni sur ta'kidlangan bo'lsa, surdan nima qilingan yalang'ochlangan bo'lsa, summiyat muhmala deb ataladi. Kal inson hayvon degan o'xshash masalan. Va in kanat musawwar agar bu surluq bo'lsa, surluq, ya'ni lahu sur. Va in kana lahu sur degan musawwar ma'nosi. Agar buni sur bo'lsa, fa in kanat sur bu sur kul bo'lsa, kul degan so'z bo'lsa, aw ma fi ma'nahu yoki shu kullu ma'nosi so'z bo'lsa, masalan, ammatul inson hayvon degandek, fal qadiyya kulliya bo'ladi. Ka kullu inson aw ammatul inson hayvon degan o'xshash. Va in kana ba'dan agar bu ba'd bo'lsa yoki ma fi ma'nahu, ya'ni shu ba'zning ma'nosiga so'z bo'lib qolsa, qadiyya musawwara juz'iyya deb ataladi. Ka ba'dul inson yoki aw wahidun min al-inson hayvon degan o'xshash. Xo'sh. Atalakhasa anna al-qadaya 4. Bu yerda qadayaning 4 ga bo'linganligi xulosalandi. Yig'inchoqlab aytsa qadiya 4 ga bo'linadigan. Bir qadiya shaxsiyya. In kana mawdu'uha juz'iyyan. Ya'ni biz bu yerda shaxsiyani nimaga qarab deymiz? Mavdu' bi e'tibor al-mawdu'. Uniki mavdu'i juz'iy bo'lsa, mubtada deb qo'yamiz. Mubtada masalan. Mubtada shaxsiy bo'lib qolsa, ismi alam bo'lib qolsa masalan, ismi alam. Texmo nahvchi deb grammatik bo'lsa. Mubtada ismi alam bo'lib qolsa juz'iy deb ataladi. Ka Zaydun katib degan o'xshash. Va muhmala deb bilinadi in kana kulliyan. Shaxsiyya in kana mavdu'uha juz'iy xo'sh. Endi ka Zaydun katib va muhmala in kana kulliyan. Agar qadiya kulli bo'lsa, al-inson degandek, ammo uningda musawwar sur bo'lmasa, uni sur bo'lmasa muhmala deb ataladi. Va lam tusawwar, masalan, sur bo'lmasa, kal insonu hayvon o'xshash. Al-insonu hayvon degan o'xshash. Va kulliya agar musawwara bo'lsa, musawwar ekan, lekin kul degan so'z kelgan bo'lsa, musawwara kulliya deb ataladi. Bi an suwirat bi sul kulli. Sul kulli bilan nima qilingan bo'lsa, sur qilingan bo'lsa, masalan, kullu insonin hayvon degan o'xshash. Va juz'iyya deb ataladi. Masalan, qadiyya kulliya musawwara juz'iyya deb ataladi. In suwirat bi sulil juz'i. Sulil juz'i bilan sur qilingan bo'lsa, ka ba'dul insoni hayvon degan o'xshash. Ka ba'dul insoni hayvon degan o'xshash. Xo'sh, va kullu min hadhihi al-arba'a bu to'rtning har biri imma yakuna mujaban. Ya mujab bo'ladi, kama taqaddam ilgari o'tganidek. Aw saliban ya salib bo'ladi. Ka Zaydun laysa bikatibin. Zaydun laysa bikatibin ma juz'i. Juz'iyya saliba bo'lgani. Val insonu laysa shaxsiyya saliba bo'lganamda. Val insonu laysa bihajarin. Ma kulliyya muhmala saliba. Val insonu laysa bihajarin degan kulliyya muhmala salibaning misoli. Wala shay'a min al-insani bihajar desa, wala shay'a
Minel insani bir hacer dese insanda taş yok diyen gibi bu kulliye musavvara kulliye musavvara kulliye musavvara bisurin kulli diyen bu. Ve ba'du kulliye musavvara neme salibe. Ve ba'dul insani leyse bi hacer. Ma bu uçakta cüz'iyye musavvara salibe diyen bu. Ve ba'dul insani leyse bi hacer. İnsanın bazı taşamaz diyen. Fetekunul aksamu thamani. Anda olan diyen bu kısım 8 kısım bulunur. Kısım 8 gibi lendi. Vel evvelu min kulli vahidin yusamma mevdu. Muş evvel kısmı her birinin birincisi mevdu da batılıdı ve thani yusamma ikincisi mahmud da batılıdı. Ve huvel muşaru ileyhi bu sam aşı beytte vel evvelu diyen beytler işaret kılıngan manadır. Ve a'lem şunu bilgin ki musannif kadiyanın ta'rifini mundaq dedi. Mahtemele sidqa da koydu. Beşira. Kadiyanın ta'rifinde mahtemele sidqa dedi. Ve lem yekul vel kezibe demedi. Yalganla mı ihtimal kazandıran demedi. Demiş kalsa lil iktifa. Bu kanaatle geldik çünkü faylandı. Rastgı ihtimali var diyen yaptı, yalan ihtimali diyen çıkıp durdu. Yani böyle ve ta'limil edebi fit ta'bir. Yani yanında okuç başlayan taliplara bunda konumdaki söz ifadeleşti, edep bilen ifadeleşti. Bunların biz yalganla başlamayı, rastın başlaştı, çıraylık yapılan, edebi yapılan başlaştı. Ürgütüş için nemin demeli, kezip diyenini ketirmediği deydi. Hoş emdi meselege bununki meseleyi izip bile, yani meseleki cedvelini izip bile. Bugün dersim bir şey olsun ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin.